quyosh olib yotibmiz mana jarlik tomon. Kimdir kelmoqchi bo'lsa, o'zi bilan power bank olingda. Telefonim zaryadkasiga o'tiryapti. Oq soatda kanyonda bizda mana. Hech kim yo'q, bir o'zim kelinglar. Erkak o'tiribman. Qiziq yo'q. Yotamiz yordam kutib, mana yaxshi qilib bor aka. Chunki hali bir yordam kelmaydi-da. 40 minut o'tdi, hali hech kim kelmadi. Hamma narsa do'stlar yaxshilikka. Mana bekor o'tirgandan ko'ra qancha musor Yig'ib qo'ydik mana. Bu ham bir yaxshilikda. Так что tushkunlikka tush kerak emas. Yomg'irlar yog'ar edi. O'sha qo'shiqman yozib esimga keldi. Yordam kutayotgancha mana yomg'irlar ham yog'ardi. Yordamimiz keldi. Patron. Son kimay? Hali bormi ora? Davay. Bo'ldi, menimcha bo'ladi, oyoqda tiyib qoldi. Zikriloy ham mashina yangida, hali akkumulyator qattaligini bilmayapti. Anu bo'lmasa bo'ldi. Hamda mana bu yerda anu akkumulyator. Ularda o'yoqda ekanda, yetmayapti. Yana. Endi rulni ozgina bu yoqqa buring, ozgina. Bo'ldi. Qoyilmislar ikkita mashinani jarlikka oyoq olib keldik, balonni ko'rasizlarmi turishini? Yetsa kerak hozir mana bu endi. Ishqilib zikrlar ikkalamiz o'qilib mashina sal tushirdik-da ozgina orqaga. Pastda anaqa jarlikda, neytralkada qo'ysam tormoz ishlamayapti. Rushlikda to'xtatib. Xudoga shukr, mana chiqib oldik.